Tarihi vatanimizda tug'ilib ekanman. Qoras nahiyasida 49-yili. 62-yili biz Qozog'istonga ko'chib keldik. Sultonqo'rg'onda turdik. 101-maktabda kashki maktab kursida 8-ni bitirdim. Bunadaki училище 2 yil училищеda o'qib, yerda 9-10ni yerda bitirdim. Onadaki armiyaga ketdik. Armiyadan kelgandan keyin işte yosh vaqtlarimiz to'yga berib, bir to'yda bolalarning dutta, tambir, ravob, dapchog'ini ko'rib, muzikaga mening shu vaqtda ishqim tushib qolgan. Shundan keyin ancha-muncha dutta o'rganay deb Tangnuri ansambli oldan ko'rganda Abdurahmon kan degan odam boshqaradi rahmatli. Uyga berib ancha-muncha uydan o'rgandik. Ondan keyin Tastoqda Rostamberlarning shogirdi bo'lgan Nurmamat Nasirov degan muqomchidan bo'lgan. Shu odamdan berib ancha-muncha o odamdan ta'limlarni oldim. 3-4 muqomlarni shu odamdan o'rgangan. O'tirliqda bu asbobni yasab boqay deb bu asbob yasash qiziqib ketdim. Bir duttani yasab bitirib uning buni ko'rsatsam, endi usti ko'rmagandan keyin bir yoqqa tishim shishib ketgandek, bir yoqqa chiqib ketgan, bir yoqqa ichga kirib ketgan, shu maymoq bo'lib qolibdi-da. Shu oraliqda Toshkentda mening ustozim Yesam Asamdinov, Yesam degan akamiz Olmaotaga tuqqan yo'qlab kelib qoladi. Shu endi bizning uyga shu patiga kirib, mening shu qiziqib yasayotgan nimamni ko'rib, "Ukam, sen yomon qiynab yuribsan, tavakkalchilik o'qit bu. Menga kelgin Toshkentga. Men seni o'rgatay" deb shu taklifni qilgandan keyin u vaqt shofyorlik qilyotgandim mashinada. 1978-yili Toshkentga 2 yil otpusk vaqtimni shu Toshkentda o'tkazib, men shu hunarni shu akamizdan o'rgandim. Ondan keyin o meni agashtirib O'zbekistonning Toshkentdagi shu muzika zavodlarini olib ko'rsatib sherdiki, bolalarning ishlari bilan ancha-muncha xabarlar bo'lgan. Shundan qaytib kelgandan keyin bir oz vaqt o'tgandan keyin o'sha Muratning Ahmadiyevning tashabbusi bilan meni teatrga chaqirib kirib 89-yili başta fevral aylarında şu vaqtida teatrga chaqirib geldi. Şu yerda sex assam, başta bolalarni o'qitish kerak deb. Shu yerda ishlab yuratdim. O'tirliqda zaman o'zgarib, birinchi muzika asboblar zavodi bilan birlashgan korxona qurdik. Ularning delegatsiyalar bizga keldi. Şunun bilan u yerdan bir 2 usta bizga kelib, ular bilan biroz vaqt, bir 2 yilcha teatr bilan ishladik. İspedab qo'yilsa birlashgan korxona. Shunday qilib keyin ular bo'lmasdan keyin vataniga qaytib ketib qoldi. Teatrda shu yalnız men ishlab qoldim. O vaqtlarda endi 3-4 shogird bolalar bordi. Mening bilan birga ishlaydigan. Yasagan asboblarimizni shu kolxoz sovxozning ansambllariga, maktabning ansambllariga, u yoqdan kelgan delegatsiyalar kelsa teatrga keladi. Ular sog' salom qilib, ashla qilib aytavr bir 26 yil teatr ishlabdim. Teatr ishlab, piyesiga chiqib, mana hozir uydami birga o'tamayman, ozdi to'la bilimlarni yasab qo'ydim. Asosan qozoqlarning dombirini nim qilgandek, o'sha tutdaga ko'p zakazlar tushadi. Endi yasagan asboblar asosan mening yasayotgan chalg'u asboblari, pudab nim qilgan asboblarni yasamadim rasman. O'sha dutta, tambir, satta, xushtar, g'ijak, chong, yosh vaqtlarim chonglarni yasagan.
hazır el çanlarını, xeyli yıllar oldu çanları, zakaz yok. Zakaz olsa yasaysan. Asasen şu dutta, tembir, satta kadar aytalar. Yaxşı ötəğən tağırlar. Dünyanın hem yeri ketdi. Amerika var mı, Kanada var mı, Japoniya var mı? Yakın arada Japonya'dan kərisi balı gelip bir dutanı aşağı ip getdi. Ben heyran kaldım. Öyle bu kəris Uyğurun dutarını görsətsəm, benim ağaynəm başaqda. Ağaynəmnin dadısıga soğuk kilime tuğulğan kümüyle de bir dutanı, nakşlep koyan bir duta vardı. Başını ip getdi. Öyle ki üstü köygen bir muqandı yorgulaydı, üstü köymegen 10 muqandı yorgulaydı degen bir maqal var o para. Yani biz hakiki usta. Kenki menin ustazım Şinjan Sanat İnstitutu'nun dotsenti Musajan Rozi menin kenki ustazım bolup kaldı. O adam kompozitör, Turtan'ın predesin bolup da adamlarni. Kenki vaqtlarda biz çıkıpmış Nava ansamblinde bir az vaqt işildiği uçilişiga kelip uçilişli ballağı ders vergen 6 ayımı bizde tutdu. Şu vaqtda da aşağıdan ben xeyli bilimlerini öğrengen qara. Birli nefsinden çekinip qalğını bulmaydı. İzdiniş kerekte. İzdinim. Muşkem geçe mana men yeşim 70'din işip ketdi. Muşkem geçe men izni vardım. Benim bilen çekinip qalğım yok. Misalıga bir duttanın 12 tal qavurğusu olsa 6 tilini başqa açtım, 6 tilini Çek rejimden işitdim. Misalga mana Uyghur ayındaki İran deyimiz aş yağışladı mı yaxşı asoflar çıkardı. Müzika asoflarını yasaşqa kolaylık yaxşı yağışma. Ondan deken çınarığı bizde yok qara. Ürekten yasan geceklerim yaxşı çıkardı. Ürkünün geceki yaxşı çıkardı. Ürek en çürügrek putaqlıqraq geldi o işin misalga putaqsız 40-45 santa saq yer olsa eşeni tüylüp nimqısan dutağını işletkin. Bırak arlaştırıp işletiş gerek. Hem birli yağaçtın işlersen birli avaz verir de qara. Her türlü yağaç olan dekel çekip nimqan tang gayların pop avaz çıkıdı. Aşı ranglap doğan yağaçtın esvapını çıksan vaqtida mehindini bekak etmeydi, yaxşı çıkargan gaplar. Dutta tembirlerde hemmedim üzgüş bo'lib ketdi. Burunqi tembirlarni adelimda başları kichikroq yasladi. Mana 84-yili Musaja Rozining ijodi aş tembirinin podstavkalarını mana qo'l qo'ydigan beliqning shaklini mayaqqa yarım üzlük aşılarını oyla tapkan Musaja Rozi. Aşı adamın icadı. Mana hazır aşılarını bizim işletiyoruz. Tembirlerge podstavkalarını koyup. Burunqi tembirler adildim daqlar. Soymedekli yasıldıgan. Şunun için mana Ferhat mening şagirdim. Kenki bu şagirdlarning biri bu kichkin qiziq yasavatdı. Bu meningden iş tuş gerek. Misalga Taşkentdeki ustazımdan men işip düştüm. Nemisen o bütün halkның içinde özü xirab özünün ağzından çıkmagan. Şagirdim meni besip çıktı dedi. Mana Ferhat meni besip çıkmıştı. Şu vaqtida san'atda taraqqiyot bo'lgan ketdi. Ustozni shogird bosmasa taraqqiyot bo'lmaydi. O'zi vaqtida to'taylarni teatrda üretken, biri ölüp gitti. Birinin çoğarak adam köz kömesi kaldı. 2 yaş ballarını üretken, endi ularının hazır yasavat kıldı, yasamaydıqını bilmeyim. Endi bir yerde, endi ben tiyatr işlegendigen, bu Ferhat demli şu vaxtlarda bana köretti yasavatkan narsalarni. Ançı biçi onu bunu sorat diye sorğanlarını ben depir ettim. Eğer anda, eğer nimanda kılsan. Endi asasen hazır bir muşu bir hakiki bir şairden muşu oldu. Azık vaxtida işlep kızıqıvatkan, buna yasavatkan rejeklerini bana kösettim ben. İnsan yaxşı baha verdim, yaxşı yasap koygan.
aşlaq intiliverse, bunun mu bir şagirdleri boludu. Yine rüşütmeydi de. Mögüsüz daraxtning atvari bo'lmagandek, mening mögem mushu bo'lib qoldi endi. Buning mu mögüsü olur Xudoyim bilsa. Endi u yoqda Musa Javrozi mushu asboblarni yasatdi. Shu odam bilan haqiqatan bunda birga ishildik. Navoga ham dars berdi. O'tirliqda chiqib benim işxanamı görüp, benimle işildi. Endi u yoqdagi ustalar 91-yili tecrübe almashtirish uchun teatrdan meni Ürümçi muzika zavodiga avatdi. U yerda ustalar bilan 60 yaqin bola ishlatdik. Shular bilan ularning yasayotgan nimalarni ko'rdik. Misolga shu naqshlarni qo'yishni, misolga nashadni o'rganib keldik. Bu detayni shunday. Bunu onlar uşaq naqshlarni qo'yamatdik deydi. Yo'g'on robiklarni otağız chiqib ketdi. Endi ashyolarda shu xeyli bilimlarni o'rgandik-ku. Ko'rgandan keyin ko'nglingda qoladi ekan, kelib biz mayda ishni qildik. Asosan shu endi ancha material masalasini oshaqdan oldirmay, Toshkentdan oldirmay qara misolga. Dutta tembirinin uzunluklarıdır. Bizlerle tülüşük mümkün. Önce yağışın tepiş mümkünçülük bulmaya kaldık hazır. Bu öpçürler tügetlik ettik çakırıcım diye. Şu vatanda köp gelip çakırıcım. Eğer tırma degen Xitay'dan bir Unutır Xitay'da üsülgen yağış gel. Şularını aşağıdan aldırımız. Gelecek planım ben bir şu müzika asvatlarını yasaş doğruluk bir konspeksiyani yezyapman de qara. Shu misolga yog'ochdan noldan boshlanib, duta yasab bitguncha hamma qandoq narsa kerak, qandoq yog'ochni quritadi, qandoq ishiltadi, qandoq jaslaydi, qandoq yelimlaydi. Mashina hammani men kitob ber. Shu kitobni chiqarib olsam, o meningdan bir tug'mas bir manba bo'lib qoladi. Uni butun bir dunyodagi hammaga taqdim etaman degan o'yim bor qara. O'yim bor. Mana chet ellardan, bu yerlardan takliflar bo'lyotdi. Biz Olmataga kelsak, Amerikadan, Fransiyadan bir ayollar bana zvon qilib, telefonda yeziliq nimalari. Mushu bolalarni bir yig'ib o'rgatib qo'ysangiz, bir 20-25 bola yig'alamsizlar. U mumkin emas, unchalik bolalarga qiziqgan bolalar yo'q hozir. Shu misoliga bir 20 bola yig'ilsin ha deganda, undan tas qilib 3-4 ga chiqadi, ustiga chiqmaydi. Bu ish dersi emas. Vaqtni ko'p turib qo'ysa, bu boyoldigan hunari emas qara. Vaqtdan shu uşaq jingni bilan ko'chilab bir ish qilgandek, bu aşağı hunar qara. Shundaq bir takliflar bo'lyapti. Endi Alloh taolo tan salomatlikni bersa, va amalga osha, balkim oshmay qolar. Uni Alloh bildigan gap qara. Endi konspektning azroq chalisi qoldi. Bir ishga yana asobni yezib bitasam, shundan buni bir kitob chiqarib olsam, meningdan bir kitob qoladi. Endi qilgan emgegim uchun Qozoqlarning bir katalogi chiqdi. Shu katalogga meni kirgizibdi qara. Alexey Pershin degan bir o'rs bilan meni shu katalog kirgizibdi. Qolgan 80 ga yaqin qozoqning ustalar sapdomlarni yasadi. Anundagi Uyg'urlar Mirsanat Klubniki Dilmurat Kuziplarna 13-chi ilhom mukofotini berdi. Shu mening og'ir. Ko'rarmanlarga men tilagim endi bizning hozircha Alloh taolo bizga bir nasib qila bir yaxshiliklarni. Hozir bizning shu gazet jurnalimiz bilan shu chalg'i asboblarimiz qoldi. Maqsazlarimiz qoldi. Mashinamda mümkün qadar chamini yetishcha har bir baharman bo'lsin. Chamimizni yetishcha yasab beraylik,
qanchalik Alloh taoloning bizga bergan ömrü qoldi. Hammaga bir ittifoqlik, eng baş bir ittifoqlik bo'lib qoldi, so'z birlik bo'lib qoldi. Hammamiz aman bo'laylik. Endi aytadigan neyim sözlerim var Fukan. Ben sözge çiverge emas. Ben asasen sözlerimni şu şairlarning yaxshi tekstleri koluma tushib qolsa, ashunga ohang ijod qilib, shuning orqali men sözlerimni yetkazgandim. Qaraman bir talay naqshlarni ijod qildim men. Unda qilsam 37 naqsh ijod qildim. Vatanda 3-4 naqshamni aytyapti. Mayli mana Nuralimla Tırnaydamı itti, rahmetlik Abdurşid, ben bir neçe naqshlarımni aytgan. Men asasen aşı naqshlar orqali bizden izhorimni yetkazimanda. Hozir esimda qolgan bir yeziqlikda izlab kelishga naqsh yetibdi. Topyası bettide. Ana Nuralim itip yurdu, ömür şunda uydudu. Onu vatanda Taşıp Mehmet Batır deganni itip yurdu. Naqshimiz qiyramaydı. Öz vaqtda 30 yıldan oldidan men o naqshlarni yozgan. Yaradurum ko'chib turadi akimiz Abduxoliq Safari degan shu akimizning she'riga yozgan naqshlar. Güzel yaşlık, Vatanim degan naqshlarni mana Meshrab va itib chiqdi o naqshlarni. Yar Mehmet Kalashevmi xeyli bir naqshlarimni itdi. Ashnaq itib kelsam xeyli jiq uni daftar qaramasam darrov esim kelmaydi. Arman məqsəd ətini var, şunu toplab yetdi. Yetmi ba, yetmeyen ba, ömür şunda ötdü. Yetmi ba, yetmeyen ba, ömür şunda ötdü. Bezen adam ahmakka kor bulup mu ketdi? Bezen adam ahmakka kor bulup mu ketdi? Eyran buma undakka ömür şunda ötdü. Eyran buma undakka ömür şunda